rizqimiz belgilangandir. Faqat uni qanday qilib qo'lga kiritish albatta bizning harakatlarimizga bog'liqdir. Ozgina shoshqaloqlik qilib, ozgina sabrsizlik qilib hech narsa bo'lmaydi, hech kim ko'rmaydi, hech kim bilmaydi. Meni bu harakatim bilan jamoaga hech bir ziyon bo'lmaydi. Yo falonchi ham shunday qilyapti-ku, hech kim hech narsa demayapti, hech kim hech narsani sezmayapti-ku deb o'g'irlik qilib, to'g'ri kelayotgan narsalarni noto'g'ri yo'llar bilan qo'lga kiritishga urinish boyagi tikon bo'lishdir. Bu nafaqat sizga beradi bu ziyonini, atrofingizdagi odamlarga, ishxonangizga, o'rab turganingiz jamoaga ziyon keltiruvchi bir tikonga aylanasiz. To'g'ri yo'ldan ketgan odam boyagi ko'rinmagan bir urug'dan ko'rkam, muhtasham bir daraxt o'stirayotgan odamdir. Biz bir yo'lni tanlar ekanmiz, o'sha urug'ni yo'lini tanlashimiz kerak. Bizda o'zimizdan, ishimizdan hamma nima qilsin? Manfaatdor bo'lsin, foydali bo'lsin.